Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, qadrli kitob ixlosmandlari. So'zga chiqib odatlanmaganman, o'shaning uchun mendan xafa bo'lmaysizlar, to'g'ri tushunasizlar, to'g'ri qabul qilasizlar. Xo'p, kitob haqida gapirishga haqli bo'lgan odamlar bor. Kitob haqida ular ko'proq gapirishsa, ko'proq kitob mazmunini ochib berishsa, u kitob bilan bizani tanishtirsa, lekin mezbon sifatida so'z olishga to'g'ri kelgani uchun shu yerda turibman, so'zga chiqdim. Sizlarga katta rahmat, vaqt ajratib bugungi o'zi na oilaga, na odamni shaxsiy o'ziga vaqt ajrata olmaydigan paytda kitob uchun vaqt ajratib kelganingiz uchun katta rahmat. Kitobni bevosita o'sha bizani qo'limizga yetib kelishiga, o'quvchining qo'liga yetib kelishiga sababchi bo'lgan bizani uzoq vaqtdan beri hamkorimiz, bir necha yildagi bir-birimizga yelka tutib ishlayotgan Misbah nashriyoti asoschisi Shahzodbekga so'z beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Katta rahmat o'zi. Xush kelibsizlar. Juda xursandmiz kelganlaringizdan. Kitobga o'zi kirishdan oldin bugungi yig'ilishimizning sababi o'zi Motam qatrasi kitobi, Iskandar Palanik Motam qatrasi kitobi. Bundan oldin biroz kitob va kitobxonlik haqida gaplashsak yaxshiroq bo'lardi. Bugungi kunda o'roqlarimiz ko'p. O'shalardan bittasi, hammamizni katta o'roqlarimizdan bittasi kitobxonlik masalasi. O'zi biz kitobni nima uchun o'qiymiz? Kitob o'zi bizga johilligimizni ketkazadigan vositalardan bittasi. Insonda jaholat bor, johillik degan narsa bor. Ya'ni inson ko'p narsani bilmaydi. Ko'p narsadan johil inson. O'sha jaholatni, johillikni ketkazadigan narsalardan bittasi kitob hisoblanadi. Johillik bizni doim bilimsizlikka, baxtsizlikka yetaklaydigan narsa. Biz agar o'qimaydigan bo'lsak, johil qolamiz, ko'p narsani bilmaymiz. Oilaviy munosabatlar bo'lsin, do'stlarimiz bilan bo'lgan munosabatlar bo'lsin yoki oliy munosabatlar bo'lsin, birortasini bilimsizlik bilan, johillik bilan o'rtadagi bog'ni yaxshi bog'lay olmaymiz. Shu bizni o'rtadagi bog'ni bog'laydigan munosabatlardan, vositalardan bittasi kitob hisoblanadi. Xo'p, bugun ko'p eshitamiz. Ziyoli odamlarimizdan ham, boshqalardan ham ko'p eshitamiz. Vaqtim bo'lgan paytda darrov kitob o'qiyman yoki bo'sh vaqtlarimda imkon boricha kitob o'qishga harakat qilaman degan odamlarni ko'p eshitamiz. Lekin men shu gapni kitobga nisbatan biroz hurmatsizlik deb o'ylayman. Chunki misol uchun Jamoliddin akam aytsalar, Shahzod kelmasanga bir narsa o'rgataman desalar, men Jamoliddin akamga, do'stimga hozir imkoniyatim yo'q, kechki payt uxlashimdan oldin telefon qilaman, o'sha paytda aytib qo'yasiz desam, qanchalik hurmatsizlik hisoblanadi. Vaholanki kitob bizda eng yaqin do'stimizdan ham yaqin narsa hisoblanadi. Demak, unga eng sifatli vaqtlarimiz emas, eng yaxshi bo'lgan vaqtlarni ajratishimiz kerak. Uyqudan oldingi eng charchagan paytimizni emas, eng sifatli bo'lgan uyqudan uyg'ongandagi paytni ajratadigan bo'lsak, nima bo'ladi? Ancha manfaatli bo'ladi. Mana shu kitobga nisbatan hurmat bo'ladi. O'zi ustozlarimiz aytadilar, kitobga, ilmga erishmoqchi bo'lsang, kitobni hurmat qil. Kitobni hurmat qilmoqchi bo'lsang, uni eng e'zozlaydigan odamingni qanday e'zozlasang, shunday e'zozlagin. Ustozlarimiz aytadilarki, ruchkangni kitobning ustiga qo'yma, hurmatsizlik hisoblanadi derdilar. Ochkingni, ko'zoynagingni kitobning ustiga qo'yma, hurmatsizlik hisoblanadi derdilar. Kitobni o'zing uxlaydigan joyga qo'ymagin, nima bo'ladi? Hurmatsizlik hisoblanadi. Oyog'ingni cho'zma deb o'rgatganlar. Demak, ilm manbai bo'lgan kitoblarni e'zozlash har bittamizni bo'ynimizdagi burchimiz hisoblanadi ekan. Xo'p, biz kitoblarni o'qiymiz, shuningdek kitoblar ham bizni o'qiydi o'zi. Kitob bizni o'qiganini qayerdan bilamiz? Kitobni ochganimizdan keyin, o'qib bo'lganimizdan keyin, yopgan paytimizda kitobdan biror foyda olgan bo'lsak, demak, kitob ham bizni o'qibdi. Kitob ham bizga manfaat beribdi. Biz go'yoki muallif bilan ruhan bog'langanday bo'lamiz. Zamonlarni oshib, makonlarni oshib, ya'ni bundan 2 asr oldin yozilgan kitobni o'qiymizmi? 10 yil oldin yozilgan kitobni o'qiymizmi? Yoki biz bilan ayni paytdagi yozilgan kitobni o'qiymizmi? Zamonni, makonni oshib, go'yoki muallif bilan bog'langanday bo'lamiz o'zi. O'zi bugun biz nimalar o'qiyapmiz? Nimalarga qarab kitob tanlayapmiz? Bugun biz odatda trendlarga qarab kitob tanlayapmiz. Bugun trendlar zamoni.
Hamma yoqda trendlar zamoni, reklamalar, bannerlar osiladi. Mana bu kitobni o'qisang eng yaxshi inson bo'lasan. Xo'p, falonchi bloger mana bu kitobni tavsiya qildi. Pismadonchi bloger mana bu kitobni o'qiydigan bo'lsang, seni o'zgartiradi deyapti. Top 10 kitob, falon do'konning top 5 kitobi, bir yilda eng ko'p kitob sotilgan kitob degan narsalar bilan odatda kitob tanlaymiz biz. Lekin o'sha tanlayotgan paytda nimalarga ahamiyat berishimiz kerak o'zi? Yangi kitob reklamasi chiqsa odatda ijtimoiy tarmoqlarda tagida izoh yoziladi. Men yangi kitoblar chiqishga shunaqangi ko'p chiqyaptiki, men o'qishga ulgurmayapman degan masalada. Lekin o'zi biz hamma yangi chiqqan kitobni o'qiverishimiz kerakmi, yo'qmi degan masalani savolni qo'yishimiz kerak shekilli deb o'ylayman endi. Chunki o'zi kitob o'qish yaxshi narsa. Hamma kitobni o'qisa nima qiladi desak, vaqt cheklangan, umr cheklangan. Hamma kitobni o'qishga ham vaqtimiz yetavermaydi. Shuning uchun nima qilishimiz kerak desa, biz o'zimizga foydali bo'lgan kitobni tanlashimiz kerak. Bir kitob haqida eshitdikmi, avvalo u haqida surishtirishimiz kerak deb o'ylayman. Ya'ni kitobni ochdikmi, eshitdik falon kitob haqida, misol uchun mana shu kitob haqida eshitdik. Endi men bu kitobni o'qisam bo'ladimi yoki yo'qmi? Shu kitobni ayni paytda o'qish menga foydali bo'ladimi yoki foydasiz bo'ladimi degan masalani qo'yishimiz kerak. Misol uchun yangi kitobxon, endi kitob o'qishni boshlagan kitobxonning qo'lida dunyoda hamma o'qiydigan, hamma tavsiya qiladigan falon kitobni beradigan bo'lsak, agar u kitob narigi kitobxonning saviyasiga tushmasa, biz yana bitta kitob o'qishga potensial bor insonni yo'qotgan bo'lamiz aslida. Kitobni oladi, o'qiydi, o'qib ko'radi. Hali aytganimizdek, bilim olish vositalari rosa ko'p. Xo'p, o'shalardan bittasi kitob dedik. Demak, unga o'zining saviyasida bo'lmagan kitobni beradigan bo'lsak, nima bo'ladi? U kitobxon kitobni ochadi, varaqlab ko'radi, o'zini majburlab 10 bet o'qir, 20 bet o'qir, 30 bet o'qir. Nima deydi? Kitob o'qish men uchun emas ekan deydi. Mamdoh kitobni chetga surib qo'yadi-yu, qachondir Xudo beradigan bo'lsa, balki kitob ochib ko'rar ekan. Biz yana bitta kitob o'qishga potensial bor insonni o'ldirdik. Ya'ni kitobxonni yo'qotdik. Shuning uchun imkon boricha kitob o'qiyotgan paytda ikkita muhim omilni doim yodimizda tutishimiz kerak. Nima o'sha? Bittasi, o'sha kitob bizni saviyamizdami yoki yo'qmi degan. O'zi inson hayoti rivojlanishdan iborat. Bola paydo bo'lgandan keyin, tug'ilgandan keyin bir muncha muddat uxlaydi. Asta-sekin harakatlarni o'rganadi. Teskari bo'lib oladi, emaklashni o'rganadi. Xo'p, devorni ushlab turadi, devorni ushlab yuradi, yurib ketadi, yugurib ketadi. Mana shundan iborat. Bizni aqliy salohiyatimiz ham o'zi shundan iborat. Bizni kimdir bizga tavsiya qilgan kitobni emas, bizga mos bo'lgan kitobni o'qishimiz kerak. Chunki o'zi misol uchun tanamizni yaxshi ko'ramiz. Tanamizga eng yaxshi narsalarni ravo ko'ramiz. Va nima deymiz? Mana bu dori foydalimi yoki yo'qmi? Mana bu narsani iste'mol qilsam bo'ladimi yoki yo'qmi deb o'ylaymiz. Ba'zan qo'shnimizga yoqqan narsa bizga yoqmaydi. Qadrdonimizga, qarindoshimizga foydali bo'lgan dori bizga zararli bo'lishi mumkin. Kitob ham xuddi shunday, aqliy salohiyatimiz ham xuddi shunday o'zi. Nima qilishimiz kerak? O'zimizni xuddi mana bu zinani pog'onalarga o'xshab bir rivojlantirib borishimiz kerak. Kitob o'qishdan oldin kitobni ochib, mana bu kitob nima haqida ekan o'zi? Menga foydalimi yoki yo'qmi? Kitob tanqidchilar bu haqida nima degan o'zi? Mavzusi menga tushadimi yoki yo'qmi degan savollarni avvalo oldimizga qo'yishimiz kerak bo'lsa kerak. Demak, kitob o'qishdagi ikkita asosiy omil bor. Avvalo o'z saviyamizni aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni uyalmaslik kerak. Saviyamiz pastroq bo'lishi mumkin. Ya'ni o'rtacha odam saviyasidan, kitobxon saviyasidan saviyamiz balki biroz pastroqdir. Lekin uyalmasdan, hammani aldashimiz mumkin. Ya'ni kitobga rasmga tushib, mana bu yerda qamarda haligi qo'yganlar, Jamoliddin akam oyna qo'yganlar. Oynaga borib, falon kitobni oldim, zo'r kitob ekan deb rasmga tushishimiz mumkin. Hammani haligi men o'qiyman shu kitobni deb aldashimiz mumkin. Lekin ich-ichimizdan o'zimizni aldolmaymiz-ku. U kitobni balki o'qiy olmasmiz biz. Shuning uchun imkon boricha o'z saviyamizni, o'zimizni bilib olgandan keyin ana undan keyin o'sha saviyamizga mos bo'lgan kitobni tanlashimiz kerak. Lekin undan ham oldin qiladigan ishimiz bor o'zi. O'sha kitob bizga kerakmi yo'qmi o'zi? Eskilarda ilmi hol degan narsani o'rgatardilar bizga. Ilmi hol degani ayni paytda sizga va bizga yashash sharoitimizga kerak bo'lgan ilmga ilmi hol deyiladi. Misol uchun biz oila qurmoqchimiz. Demak, bizga hozir ayni paytda oila haqidagi kitoblarni o'qish kerak bo'ladi. Demak, farzandimiz bo'ladi. Demak, farzand tarbiyasiga mos bo'lgan kitoblarni o'qishimiz kerak. Xo'p, yana nimadir ish qilmoqchimiz, biznes boshlamoqchimiz. Demak, biznes jarayonlariga tegishli bo'lgan kitobni o'z saviyamizga mosini tanlab olib o'qishimiz kerak. Bundan keyingi jarayon nima? O'sha saviyada qolib ketmasligimiz. Pastroq bo'lgan saviyadan boshladikmi? Endi keyingi kitob tanlayotganda bizdan bir pog'ona yuqori bo'lgan kitobni tanlashimiz kerak. Agar yana o'sha kitobni tanlaydigan bo'lsak, ya'ni o'sha pog'onadagi kitobni tanlaydigan bo'lsak, demak biz
o'smabmiz. U kitoblar bizga foyda bermabdi. Asta sekin qadamma-qadam pog'onamizni oshirib borishimiz kerak bo'ladi inshaalloh. Bugungi demak mavzumiz o'tadigan bo'lsak, Motam qatrasi kitobi. Motam qatrasi kitobi Iskandar Palaning eng yaxshi romannlaridan bittasi hisoblanadi. Kitobga kirishdan oldin muallif haqida ham ikki og'iz gapirsak yaxshi bo'ladi o'zi. Xo'p, Iskandar Pala 1958-yilda Turkiyada tug'ilgan. Devon adabiyoti bo'yicha professor unvonini olgan. Devon adabiyot deydi turklar, biz uni mumtoz adabiyot deymiz. Navoiyni, Fuzuliyni, Bedilni, eski Turkiya adabiyotini o'rganadigan odamga mumtoz adabiyot namoyandasi deymiz. Xo'p, nega o'zi Iskandar Pala kitoblarini o'qishimiz kerak? Nima uchun Iskandar Pala kitoblari biz uchun muhim deydigan bo'lsak, Iskandar Pala kitoblarida hali aytganimizdek devon adabiyoti namoyandasi, mumtoz adabiyot ustasi bo'lish bilan bir qatorda juda yaxshi romanlar yozadi. Iskandar Palani boshqa yozuvchilardan ajratib turadigan jihati mumtoz adabiyotni bugungi kun tilimizga moslab berishi. Mumtoz adabiyotni o'sha paytdagi bir davrni oladi-yu, o'sha davr bilan bugungi kunimizni shunday bog'laydiki, o'qigan inson ham estetik zavq oladi, ham tarixni o'rganadi. Iskandar Pala o'zi yozuvchi, shunchaki yozuvchi emas. Ya'ni haqiqatda professional yozuvchi. Biz 2022-yilda Turkiyada konferensiyaga borgan paytda suhbatlarda bo'lganmiz. O'sha paytda yozuvchilik haqida gapirganlarida ko'p yozuvchilar bir yilda bitta, 2 yilda 2 ta, 3 ta, 4 ta kitob yozib tashlaydi. Men ular o'zi qanday kitob yozishini tushunmayman deydilar. Kitobni siyoh bilan emas, yurakdagi qon bilan yozish kerak deydilar. Ya'ni o'sha uchun chiqqan kitoblarni o'qigan odam haqiqatda estetik zavq oladi, maza qiladi. Kitob yozayotgan paytda har bir qahramonning tarixiy ahamiyati bo'ladi. Xo'p, to'qima obrazlar bo'ladi-ku. Aslida o'shani ham qaysidir kitobdan olgan bo'ladilar. Iskandar Pala arxivshunosligi bilan mashhur. Bitta kitobni yozishdan oldin avvalo o'sha davrni o'rganadi. Misol uchun 18-asrda yozilgan mana bu kitob 18-asr lug'atini o'rganadi. 16-asrda kitob yozilgan bo'lsa 16-asrni lug'atini o'rganadi. O'sha davrga tegishli bo'lgan qo'lyozmalarni tadqiq qilib chiqadi. O'sha yerdan olgan umumiy ma'lumotlarni romanlarga kiritadi. Misol uchun biz Iskandar Palani nashriyotimizda Intiqom degan, Afsona degan kitobni nashr qildirganmiz. U dengizchiligi haqidagi kitob. Ya'ni o'rta asrlardagi Usmoniylar davridagi Ispaniya bilan bo'lgan dengizda, O'rta Yer dengizidagi janglarni tasvirlaydigan kitob. O'sha kitobni o'qigan odam xuddi dengizning ichiga tushib qolganday bo'ladi. Muallif o'zlari aytadilar, men shu kitobni yozishni boshlashdan oldin birinchi dengizchilik terminlarini o'rganib chiqdim. 4 eshkakli kema qanaqa bo'ladi? Xo'p, o'zi yelkanli kema qanaqa bo'ladi? 20 kishi sig'adigan kema nima deb nomlanadi-yu, boshqa kema nima deb nomlanadi? Har bittasi bilan tanishib chiqdim deydilar. Bu uchun deydilar, kitobni o'sha muqaddimasida falon admiralga, falon dengiz qo'shinlari qo'mondoniga, unga bunga rahmat aytdim deydilar. Aytaman deydilar. Ya'ni har bitta davrdagi detal bilan tanishib chiqadilar. Hali aytganimizdek arxivlar bilan tanishadilar. Bitta arxivda bitta ma'lumot kelsa, qaysidir haligi kitoblarga kiritib ketadilar. Misol uchun o'zlari arxivdan bir misol aytib beradilar. Usmoniylar davrida deydilar, arxivda o'qigan hikoyalardan bittasini aytib beradilar. So'kish sotib oladigan odam bo'lgan ekan deydilar. Haqorat bor-ku, so'kishlar bor-ku, o'shani sotib olib sotadigan odam bo'lgan ekan deydilar. Bozorda o'tirar ekan u odam, daftar bo'lar ekan. Kimdir yangi so'kish topib olsa, u odamga olib kelar ekan, sotaman sizga deb. U odam daftarini sotuvchi daftarini qarab turar ekan, u so'kish bo'lmasa, daftarga so'kishni yozdirar ekan yoki yozishni bilmasa, "Ke qulog'imga ayt, hech kim eshitib qolib, undan og'rinmasin" der ekan. Endi kimdir so'kish sotib olmoqchi bo'lsa ham, u kishini yonlariga kelar ekan. Demak, so'kishni sotib oladi va so'kishni sotadi o'z navbatda. Kimdir so'kmoqchi, yoniga keladi. U odamdan savollar so'raydilar. Standart savollar bor sotuvchini. Birinchidan, u odam bilan qanaqa husumating bor? Uni yoz. Xo'p, u odamda qanaqadir xalqiy yaratilishda kamchilik bormi? Ko'rmi, soqovmi, cho'loqmi va hokazo. Uni yozar ekan va hokazo umumiy standartdagi savollarni yozib berar ekanki, u odamni so'kkin, maza qilgan, lekin nafsoniyatiga tegmagan. Qanchalik so'kadigan bo'lsang ham, uni nafsoniyatiga tegmagan. Yaratilishni o'zgartira olmaydi. Demak, u bilan so'kishing mumkin emas. Lekin yolg'onchimi? Uni o'zgartirsa bo'ladi. Demak, yolg'onchiga tegishli bo'lgan so'kishlar bilan so'ksang bo'ladi deydilar. Mana shunaqa tarixiy ma'lumotlarni olib, kitoblarga, arxivlardan topib olib, kitoblarga kiritadilar yozuvchi. Yozuvchining mahoratlari shunda. Palani kitoblarida odatda bir qancha narsalar yoritilgan bo'ladi. Birinchisi tarix bo'ladi.
tarixni qaysidir paytni tarixini yoritib beradilar. 18-asrni falon davrni, 15-asrni pismadon davrini. Ikkinchisi ishq bo'ladi, sevgi muhabbat bo'ladi. Ya'ni o'qilgan odam shunchaki haligi tarixiy faktlarni o'qib zerikib qolmaydi. Odatda tarixiy faktlarni o'qigan paytda zerikamiz. Bir yilni o'qidik, ikkinchi yilga o'tamiz, uchinchi, to'rtinchisida zerikib qolamiz. Aqlimiz ham charchaydi. Demak, tarixni tushuntirib berayotgan paytda ma'lum bir narsalar qo'shiladiki, tarixni ichiga kirib yashab qolganday bo'lamiz. Ya'ni yodimizdan hech qachon chiqmaydi. Misol uchun, mana bunda yoritilgan Lola davrini o'qiydigan bo'lsak, Lola davri yodimizdan chiqmaydi, aniq yodimizdan chiqmaydi. Chunki kitobxonga tarixni asta-sekin nima qiladi, singdirib boradi. Sevgi bilan muhabbat hamma kitoblarida bor. Ya'ni bir oshiq boshqa ma'shuqasini yaxshi ko'rish hikoyasi bo'ladi. Bu hikoya bugungi kundagi o'ldim-kuydim hikoyalari emas. Yaxshi ko'rasanmi? Yurakdan yaxshi ko'rgin. Yaxshi ko'rasanmi? Unga boringni berishga harakat qilgan. Biz o'sha nashriyotda nashr qilgan bunda ham bor sevgi muhabbat. Intiqom kitobimizda ham bor. Va har ikkalasida o'g'il bola, yigit kishi yorini qanday yaxshi ko'rish kerak va yori ham yigitga nisbatan qanday munosabatda bo'lish kerak degan narsani bizni qadriyatlarimizga nisbatan mos qilib tushuntirib beradilar. Shu jihat kuchli. Xo'p, endi inson insonni yaxshi ko'rdi. Endichi insonni muhabbati uni yuqoriga oliylikka bo'lgan, Robbisiga bo'lgan muhabbatiga yetaklaydimi yo'qmi? O'shanga vasila bo'ladimi yo'qmi degan savolni qo'yadilar. Ana undan keyin insonni insonga bo'lgan muhabbati, insonni ilohga bo'lgan muhabbatiga yetaklaydi deb kitoblarda tasavvuf ham bor. Ya'ni bu kitobda ham bor. Men 3-4 ta kitoblarni o'qiganman. O'shalarda ham har bittasida bor. Demak, tarix bor dedik, tasavvuf bor dedik, inson insonga bo'lgan muhabbati bor dedik va kitobda yana nima bo'ladi? Detektivlik bor. Ya'ni kitobni boshdan oyoq oddiy narsalar bilan to'ldirib tashlamaydilar-u, kitobda detektivlik bor, ya'ni kitobdagi integra doimo saqlanadi. Xo'p, kitobga tayyorlanayotgan paytda o'zi detektiv nima degan haligilarni qo'yib chiqdik. Internetdan qidirib detektivlik nima ekan o'zi deb qidirib chiqsak, ya'ni Iskandar Palani mana bu kitoblari o'zi detektiv kitob deb aytadigan bo'lsak odamlarga, shuni necha foizga tushadi deb detektivlikning shartlarini, o'sha adabiyotdagi shartlarni qarab chiqsak, 100 ga 100 tushar ekan. Ya'ni qotillik qissasi bilan boshlanadi. Kim o'ldirdi deganda har qadamda hammadan shubha qilinadi, qidiriladi, izlanadi, dalillar izlanadi. Xo'p, oxirigacha integra saqlanib turadi. Kim o'ldirdi degan savol har lahzada nima qiladi? O'zgarib turadi. Qotil bumikan degan narsa doimo o'zgarib turadi. Demak, Pala haqida ozgina tanishdik. Demak, Pala bizga eski mumtoz adabiyotni bugungi kun bilan bog'lab beradigan katta yozuvchilardan bittasi. Faqat bu kitobni emas, yozuvchining boshqa kitoblarini ham o'qishni tavsiya qilamiz. Biz nashriyotda o'zi buni Intiqomni tarjima qilganmiz. Ildiz nashriyoti, men bilishimcha, Yunus Emro haqida Otashmi degan kitoblarni nashr qilgan. U kitob ham rosa zo'r kitob, eng yaxshi kitoblardan bittasi muallifni. Endi Motam qatrasi haqida gapirsak, nimaga o'zi Motam qatrasi? Kitobning nomi nima uchun Motam qatrasi? Haqiqatda nima deydi? Kitob biroz xafa qiladigan nomga o'xshab turadi, negativ nomga o'xshab turadi. Nima uchun Motam bo'lish kerak? Nimaga xafalik bo'lish kerak degan narsani ko'radi. Xo'p, Motam qatrasi nima degani o'zi? Xo'p, kitob boshida kitob qotillik qissasi bilan boshlanadi. Qotillik qissasida kuyovni birinchi kechadan keyin ma'shuqasini o'lik holda xonasidan topib oladi. Shu bilan boshlanadi kitob. Shuning uchun kelin o'lgan paytda qo'lida lola piyozi bo'ladi. O'sha lola piyozidan boshlangani uchun muallif ham kitobni Motam deb nomlaydi. Xo'p, qatra nima degan desa, hozir Lola davri haqida gapiramiz. Bu Lola turi, Motam qatrasi deb nomlangan Lola turi, xo'p, xuddi boshqa lolarga o'xshab tepaga qarab turmas ekan. Biroz egilib turar ekan, xuddiki tomchiga o'xshab. Shuning uchun qatra, tomchi ma'nosida Motam qatrasi deb nomlangan. Xo'p, Lola davri dedik. Kitobga kirishdan oldin Usmoniylardagi Lola davrini biroz tushuntirsak, kitobni mazmuni ancha tushunarli bo'ladi deb o'ylayman. Usmoniylarda 1718-yildan 30-yilgacha bo'lgan tarixiy davrga Lola davri deb ataladi. Usmoniylar Yevropa bilan, Rossiya bilan bo'lgan urushlardan charchagandan keyin, butun xalq bo'lib charchagandan keyin bir muddat urushlar to'xtatiladi. Ma'lum muddat urushlar to'xtatiladi-yu, tinchlik sulh davri boshlaymiz deyiladi. Nima bo'ladi sulh davrida? Urushlar hamma yoqda to'xtatiladi. Xo'p, Yevropaga, Varshavaga, o'sha paytdagi Venadagi, o'sha Yevropaning markaziy davlatlariga elchilar yuboriladi doimiy ravishda. Xo'p, bundan endi Yevropani harbiy raqib emas, o'zlashtirishi mumkin bo'lgan madaniyat deb qarashni boshlaydi Usmoniylar. O'sha davrda lola yetishtirish avjiga chiqib ketadi.
Ya'ni lola hashamat ramzi, go'zallik ramzi va hokazo narsalar bo'lgani uchun lola yetishtirish avjiga chiqib ketadi. Bugungi kunda Bitcoin bor-ku, qimmat pullarga, million dollarlarga falon narsalar sotib olinadi. Xuddi o'sha davrni Bitcoin lola bo'ladi. Ya'ni lola bilan kimoshdi savdolarda juda katta narxdagi pullarga lolalar sotib olinadi, sotiladi. Shunga lola davri deb ataladi. U davrda demak lola yetishtirish avjiga chiqib ketadi, hashamatga berilish avjiga chiqib ketadi, madaniyat haqiqatda rivojlanadi. Xalq bilan, shu bilan birga, ya'ni yuqori elita rivojlangan sari pastdagi odamlar qashshoqlashib boraveradi. Shuning uchun Usmoniylar davrida bu juda katta tarixiy davrni, ya'ni o'zi 20-25 yil davomida davom etgan bo'lsa ham juda katta tarixiy davrda haligi tarixda muhim o'rinni egallaydi. Xo'p, elita juda boyib ketadi, yuqori elita. Xo'p, pastdagi odamlarchi juda kambag'allashib ketaveradi. Shuning uchun bu asrga lola davri deb ataladi. Xo'p, o'zi kitob nima haqida? Kitobning syujeti qanaqa? Deydigan bo'lsak, xo'p, Iskandar Palan kitoblarini o'qish biroz murakkab. Murakkab degani boshidagi 50 betda, boshidagi 70 betda odam o'qishga, kitobga kirishga qiynaladi. Nima uchun desa, chunki kitob boshida savol tashlab ketadi. Ya'ni mana bu bir voqeani aytib beradi, ikkinchi voqeani, uchinchi voqeani, 5-chi, 10-chi voqeani aytib beradi-yu, keyin kitobning davomida o'sha voqealarni bir-biri bilan bog'lab ketadi. Boshida o'qigan odam nega o'qidim ekan? Nimani tushunsam bo'ladi bu narsadan o'zi? Qanday foyda olaman? Tushunmayapman-ku deb o'ylashi mumkin. Lekin ma'lum bir jarayonda o'tgandan keyin, ya'ni 70 bet, 80 betdan keyin kitobga kirishib ketadiki, keyin nima bo'ldi ekan? Keyin nima bo'ldi ekan deb doimiy haligida qiziqishda bo'ladi. Biz muharrir kitobni rosa sekin tahrir qildilar, chunki hali aytganimdek, tayyorlash jarayoni oson emas buni kitoblarni. Rosa qiyin. Iskandar Palanning kitoblarini tayyorlash jarayoni qiyin. Chunki kitobni o'sha davrning lug'atlari bilan yozadi. Shuning uchun tarjima qilayotgan paytdagi tarjimon ham, tahrir qilayotgan paytdagi muharrir ham nima qiladi? Qiynaladi. Rosa qiynaladi. Muharrir ham kitobni rosa sekin tahrir qildilar. Men o'zimni kitobni o'qiyotgan paytda muharrirdan kelishi bilan 30 bet qilib o'qidim. Ya'ni tezroq bering, o'qing, nima bo'lar ekan keyingi jarayon. Bera qoling, muncha imilladingiz deb. Mana shu ma'nodagi qiziq tayyorlash jarayoni ancha qiziq bo'ldi. Muallif kitobni shunday boshlaydi. Misol uchun Go'lakxona bilan boshlaydi. Go'lakxonadagi voqea bilan boshlaydi. Ikkitasi bir-biriga, ikki odam bir-biriga birodar tutinadi. Xo'p, nima bo'pti? Birinchi savolni tashlaydi. Keyin ikkinchi savol boshlanadi. Ikkita haligi er bilan xotinni pinhona gaplashishlari bilan boshlanadi. To'y kechasida bo'lgan voqealar bo'ladi-yu, kitobni ertasi kunga o'tiladi. Ertasi kuni ertalab uyg'ongan paytda xotinimni uyg'otib qo'ymay deb ehtiyotkorlik bilan kuyov uylanadi. Qarasa, quchog'ida xotini o'lik ko'rinishda yotgan bo'ladi. Hamma yoqda jasadi parchalab tashlangan, qo'llari, oyoqlari hamma yog'i va bir yerlarga urib tashlangan, faqat boshi yonida ayolning bosh qismi, kallasi turadi. Shu bilan boshlanadi kitob. Qo'lida piyoz bo'ladi, lola piyozi bo'ladi. Hali yuqorida aytganimizdek, o'zi nima uchun lolani ustiga lola deyapmiz? Chunki muallif kitobni boshdan oyoq lolani ustiga quradi. Lola piyozi bilan boshlanadi. O'sha haligi o'ldirilgan kelinning qo'lida lola piyozi bo'ladi, lola yetishtirilgan piyoz bo'ladi. O'sha piyoz bilan boshlanadi, to kitobning oxirida ham shu piyoz bilan tugaydi. Ya'ni kitobning har bittasi nima deydi? Detali lola bilan bog'liq bo'laveradi. Kuyov qotilni qidirayotgan paytda ham lola orqali qidiradi. Tasavvufiy simvollar ham lola orqali beriladi. Misol uchun, o'zi kitob hali aytganimizdek simvollar bilan to'laychi. Kitobning boshlanishida yak jinoyat 66 savol deb boshlanadi. Ya'ni forschada bitta jinoyat 66 savolda tushuntiraman deb boshlanadi. Demak 66 soni boshlanadimi? Endi lola so'zini ham arabchada yozilgan paytdagi abjad hisobi 66 hisoblanadi. Endi Alloh lafzini ham abjaddagi hisobi 66 hisoblanadi. Kitobni muallif simvollar orqali qurib, doimiy integrani saqlab turishga harakat qiladi. Xo'p, demak, yigit qo'ynida xotinini qotili kallasi uzilgan holatda topdi. Endi yigitni nima dedilar? Qotilsan deb so'roq qilishga olib ketdilar. Shu yerda voqea tugaydi. Undan keyin keyingi voqeaga o'tiladi. Ya'ni Usmoniylar davridagi ijtimoiy hayotni tushuntirib berishga o'tiladi. Hali yuqorida aytdik, lola davri Usmoniylar davridagi eng dabdabaga berilgan va xalq bilan uzilib qolingan davr hisoblanadi. O'sha davrni sultoni Sulton Ahmad 3 barcha davlat boshqaruvini kuyoviga Ibrohim Poshoga topshirib qo'yadi. Ibrohim Posho davlatni bir tomondan yaxshi boshqaradi va o'zi bilganday o'zini manfaatlariga xizmat qildiradi.
Xo'p, xalq bilan davlat orasi shunchalik uzilib ketadiki, yuqori elita vakillari o'zlariga xalqdan alohida bo'lgan Savdobod degan shaharcha qurib oladilar. O'zlari maza qilib yashaydilar. Xalq ko'chalardachi ochlikda va hokazo qiyinchiliklarda yashaydi. Demak, Ibrohim poshoni ozgina tushuntiradi. Ibrohim posha xonasida o'tirgan paytda unga kimdir sovg'a yuboradi. Sovg'ani ochib qarasa, ichidan ayol kishining kallasi chiqadi. Xat yozilgan bo'ladi. Siz topishmoqlar topishni yaxshi ko'rasiz, qani qotilni topingchi degan. Ya'ni bitta savol tashlayapti. Go'lakxonadan boshlandi. Xo'p, endi qayoqqa keldi? Kuyovni, xotinini o'lik holatda topishi bilan ikkinchi voqea aytildi. Uchinchi voqea xo'p, qanday bo'ldi? Ibrohim posho bilan boshlandi. Ibrohim poshoga kalla yuborildi. Endi u qotilni topish kerak. Xo'p, endi mana shu qotillik jarayoni butun kitobni qamrab oladi. Barcha voqealar shu qotillik jarayoni bilan bog'lanadi. Ya'ni yigit qotilni qidirishni boshlaydi, Shohin sevgilisini kim o'ldirgan ekan deb qidirishni boshlaydi, otasi deb o'ylaydi. Har lahzada, ya'ni har bitta savolda 66 savol deb aytdik-ku, 66 savol bilan, hani bo'limlari, savollar bilan bo'lingan. Birinchi savol, ikkinchi savol, 10-chi savol, 60-chi savol deb har savolda qotil kim ekan deb o'ylaydi odam. Ya'ni bumikan yoki boshqasimikan, qaysi ekan deydi. Oxirida, kitobning oxirida hech kim kutmagan natija kelib chiqadi. To'g'rimi, Abror? Ya'ni o'qigan paytda odam qotil aniq mana shu deb turgan paytda voqea boshqa yoqqa burilib ketadi. Oxirdagi bo'ldi ana, kim o'ldirgani topildi, kelin deb turgan paytda hech kim kutmagan odam bo'lib chiqadi. Ya'ni hech kim kutmagan voqea kelib chiqadi. Shuning uchun kitoblar rosa qiziq. Mana hali aytganimdek, mana Motam qatrasi ham juda qiziqarli kitob. Biz oldin chiqarganligi mana bu Intiqom kitobi ham Iskandar Palanni rosa qiziq kitob. O'qishni tavsiya qilaman. Hali yuqorida aytganimizdek, kitoblar bizni saviyamizni ko'tarishga xizmat qilish kerak dedik. Mana shu kitob saviyamizni ko'taradigan kitoblardan bittasi hisoblanadi. Yaxshi kitoblardan bittasi hisoblanadi. Ya'ni kitobni ochgan payt bilan yopgan paytning o'rtasida farq bo'ladi. O'zi savol berilsa, yaxshi adabiyot qanaqa bo'ladi deb savol berilsa, kitobni ochgan paytdagi biz bilan xo'p, kitobni yopgan paytdagi bizni o'rtamizda qanchalik farq bor? Agar o'sha farq bizni qoniqtiradigan darajada bo'lsa, demak bu foydali adabiyot ekan. Agar unaqa bo'lmasa, u kitobni o'qish haqida, boshqalarga tavsiya qilish haqida o'ylab ko'rish kerak ekan. Xo'p, kitob haqida aytadiganlarim shu. Agar ruxsat bersangizlar, Abrorni taklif qilamiz. Abror kitobni ijodiy tayyorlash jarayonida xizmat qilgan. Xo'p, kitobning tarjimoni ham, muharriri ham nimada emaslar, Toshkentda emaslar. Shuning uchun kitobni musahhih eng oxiri o'qiydiganimiz, o'zi ko'p kitoblarimizni Abror o'qiydi. Abror Siddiq tanısangizlar kerak o'zi. Kitobni tayyorlash jarayoni haqida o'zingizga gapirib bersa yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Kitob haqida Shahzod akam o'zi asosiy gaplarni hammasini gapirib bo'ldilar. Uni tayyorlanish jarayoni, undagi badiiy san'atlar va yozuvchining mahoratiga asosan to'xtaladigan bo'lsak, yozuvchi hozir ko'p o'qib yurgan kitoblarimizga nisbatan juda yuqori darajada yozadi va o'qish asnosida o'quvchi hech qachon zerikmaydi va hamisha o'qish jarayonida o'zi uchun yengillik kashf qilib, ham badiiy jihatdan, ham tarixiy jihatdan, ham ma'rifiy jihatdan, ya'ni o'sha davrdagi insonlarning madaniyati qanaqa bo'lgani haqida o'zini xulosalarini shakllantirib boradi. Asar qahramoni hozir aytganlaridek asosiy voqealar shundan tashqari o'tadigan bo'lsa, undan keyingi voqea xalq va davlat uzilib qolgani, xalq davlat uzilib qolish natijasida xalqqa usta turgan kichkina vakillar davlat tepasidan bexabar ravishda katta ishlar qilishi va o'sha narsadan davlat bexabar qolib ketishi va xalq o'zini ustiga kichkina rahbarlardan zulm ko'rishi yoritiladi. Shu jarayonda umumiy detektivlik jihatdan shu vazir Ibrohim posho tomonidan haqiqiy isqivorlik olib boriladi va uni isqivorligini o'zi alohida insonni kitobga tortib ketadi. Kitobni 2 marta o'qish asnosida odatda ko'pchilik zerikadi, boshqa qiladi. Lekin 2-marta o'qiganda ham qayta qiziqish bilan o'sha kerak joylarni xotirlab, o'tgan safar o'qiganda bu joyni ko'rmagan ekanman deb o'qiladigan asarligini o'zim his qildim o'qiganda. Va uni muharririmiz tarjimondan kelgandan keyin o'qish va u kitobni o'sha
originaliga mos ravishda o'sha davr tilini ifoda qilib berishi juda mohirona ishlangan. Biz o'qiganda masalan bizda dengizchilik bo'lmagan bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham bor dengizchiligimizdan foydalangan anaqa atamalarning hammasi tushunarli ortib berilgan. Ya'ni o'qiganda biz faqatgina anaqani emas, tarixiy terminlarni, o'sha paytdagi siyosiy vaziyatni va odamlarning hayotini va isyonlarni hammasini faqat ma'lumot olish emas, o'zimiz yashagandek his qilish imkonini beradi. Aynan bu yoqda Iskandar Palani mumtoz adabiyot vakili sifatida tanitdik. Ya'ni o'zi mumtoz adabiyotni o'rgangan va o'shandan kitoblarda ham juda ko'p iqtiboslar boshqalar beradi. She'rlar keltirishda ham mohirona foydalanilgan. U tarjimada, tahrirda ham u she'rlar ba'zilarda originaliga sodiq, asliga sodiq qolib qanday berilgan bo'lsa, qo'yilgan bo'lsa, ba'zilarda o'zbek o'quvchiga yana ham tushunarli bo'lishi uchun tarjima qilingan. Shular asosan. Agar bizni kitob haqida aytadiganlarimiz shu, muallif haqida aytadiganlarimiz shu inshaalloh. Agar sizlarda ham savollar bo'lsa, Xudo xohlasa javob beramiz. Har doimgidek. O'z gapni boshida agar ko'pchilik e'tibor bermadi, bilmayman, bizda hozir inflyuencer marketing juda qattiq rivojlanib ketdi va u orqaga qaytishi qanaqa yuqoriga chiqishda qanaqa katta tezlikda chiqqan bo'lsa, xuddi shunaqa tezlikda qulashni boshladi hozir. Oldin masalan har bitta mahsulot, har bitta kitobning boshida nima reklama qilinishidan qat'iy nazar bitta mashhur odamning yuzidan foydalaniladi, qattiq foydalaniladi va bu effektni zo'r beradi. Oshxonalarga boriladimi, o'sha food blogerlar yoki har qanaqa reklamada ham mana shu narsa ish beradi. Borib shunaqa holatga keldikki, bugun kitobni o'qimagan odamlar kitob reklama qilyapti. U oldin natija zo'r bergan bo'lsa, bugun umuman natija bermayapti. Kitob sotilmayapti. Butun dunyoda shu tendensiya kuzatilyapti. Ya'ni influencer marketing tugadi, davri tugadi. Yangi davr boshlanyapti. Hozir bu yerda asosiy qilingan biza qilishimiz kerak bo'lgan ishlardan eng kattalardan bittasi bu odamlarga endi kitobni SKU sifatida, ya'ni motam qatrasi degan kitob reklama qilamiz-da. Ya'ni kitob o'qish nima uchun kerak? Kitob qanaqa o'qiladi? Kitobni qanaqa tushunish kerak? Uni o'qigan bilan o'qimagan odamning o'rtasidagi farqi, o'sha narsalar to'g'risida men kitob noshirlariga yuzlanardim. Ya'ni buni biza umumiy o'rgatadigan, mutolaadan dars beradigan, kitobxonlikka olib kiradigan, birinchi kitoblarni nimaga ko'ra tanlashni o'rgatadigan bu narsa bo'lmagani uchun, ya'ni bu narsani agar hozir tayyorgarliklar bo'lmasa, kelajak shunaqa niyatlar, rejalar bormi? Agar bor bo'lsa, qanaqa yo'ldan yurmoqchisilar va qanaqa natijalar olmoqchisilar shundan. Xo'p, Jamoliddin aka, oxirgi payt bu masalada Jamoliddin aka bilan ko'p gaplashyapmiz. Ya'ni kitoblar ko'p, hammasini o'qishga vaqt yetmaydi. Hali yuqorida aytganimizdek, marketingdan bir pog'onasidan keyingi pog'onasiga o'tish jarayonidamiz. Shunchaki Jamoliddin aka aytganlaridek, kitobni olib chiqib, hammaga ko'rsatib, mana bu kitob zo'r, qizil kitob, bunda pichog'i bor, lolasi bor deyishimiz yemayapti. Kitob bu bilan sotilmayapti. Endi bu biz uchun yaxshi. Ya'ni insonlar ongli ravishda kitob tanlashni boshlayapti va bu juda zo'r jarayon. Ya'ni biz uchun foydali jarayon. Chunki biz kitobni haypiga o'chmasmiz. Kitobni ma'no mazmuni o'quvchiga nima beradi degan savolga javob berish uchun yashaymiz o'zi. Ya'ni Misbah nashriyot qurilishidan boshlab shunaqa boshlangan. O'zi nashriyot boshida bilasiz Jamoliddin aka, kitobni nashriyot qilamiz deb boshlamaganmiz. Mana bunaqa og'rig'imiz bor, shunga nima yechim bersak bo'ladi degan ma'noda boshlaganmiz kitoblarni, kitob tayyorlashni. Va hali ham o'sha yo'ldamiz. Endi bizni kitobni yaxshiroq, saviyaliroq kitobni tayyorlashimiz o'quvchiga bog'liq. O'quvchi doimiy ravishda o'zini rivojlantirib borsa, biz ham o'shanga qarab o'zimizni rivojlantirib boramiz. Ya'ni biz noshirlarni, agar noshir deb atash mumkin bo'lsa, nashriyotni rivojlanishimiz o'quvchilarga bog'liq.
o'quvchilar o'z saviyasini doimiy ravishda oshirib borib, talabni kuchaytirib boraversa, nima bo'ladi? Biz ham shunga qarab moslashib ishlashga majbur bo'lamiz. Faqat bizni emas, butun bozorni shunga majbur qiladi. Bir payt bo'ldi, o'sha turk kitoblari davrida turkcha tarjimonlar rosa ko'payib ketdi. Ya'ni Turkiyaga bir marta borib, o'sha haligida sirkachda nimani bir piyola choy ichib kelgan odam ham Turkiyadan tarjimonman deb tarjima qilishni boshlab yubordi. Shunaqangi ko'payib ketdiki, nima bo'lar ekan endi bozor degan masala bizni o'ylantirdi. Chunki saviyasi tarjimon ko'p. Ya'ni hamma nashriyotlar ham bitta kitobni o'qib chiqmaydi. Ya'ni nashriyotlarga nimam yo'q. Hamma nashriyot ham o'qib chiqmaydi, tabiiy holat. Chunki shu sababdan bozorda sifatsiz kitoblar ko'payib ketdi. Keyin nima bo'ldi desa, o'quvchi ancha saviyasi rivojlangandan keyin hozir unaqa tarjimonlar yo'q hisobi. Ya'ni men falon tildan tarjima qilib beraman deydiganlar kam. Chunki hamma nashriyotlar tarjimonlarni, ijodkorlarni sinov matn berib saralab olyapti. Shunga yarasha kitobning sifati ham oshyapti. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, kitobxonning saviyasi oshib boraversa, nashriyotlarning ham saviyasi shunga qarab oshib boraveradi. Bizning ham kelajakdagi maqsadimiz o'zi mana shunaqa saviyali adabiyotlarni qilishimiz. O'zi Misbahda kitoblarni chertib tanlaymiz. Bilasiz Jamoliddin aka, tayyorlanish jarayoni ham uzoq bo'ladi. Kitob tarjimondan kelgandan keyin tekshirib olinadi, muharrirga beriladi. Muharrirdan kelgandan keyin yana tekshirib, yana qaytib o'qishga beriladi. Agar qoniqarsiz bo'lsa, muharrirdan kelgandan keyin korrektor o'qiydi, sahifalanadi kitob. Sahifa korrektor o'qiydi, tasqiq derdik-a, tasqiq qilinadi kitob. Undan keyin sahifalanadi, sahifalangandan keyin xatolar qolib ketdimi deb yana oxirgi o'qish o'qiladi. Ya'ni ikki jarayonda bo'ladi. Tayyorlash jarayoni ham biroz murakkab o'zi. Ya'ni kitobni tayyorlashga yo'lga qo'ygan jarayonimiz ham ancha murakkab, biroz murakkab. Shuning uchun kitob chiqarishimiz biroz uzoqroq vaqtni oladi. Xo'p, endi kitobning saviyasi oshishi va ana shu narsalarning barchasi kitobxonga bog'liq. Jamoliddin aka qisqa qilib javob aytsak. Agar kitobga olib kirish masalasida nima deb ish qilasizmi? Odamlarni kitobxonlikka qanaqa olib kirasiz? Xo'p, kitobxonlikka odamlarni olib kirayotgan paytda saviyasiga mos bo'lgan kitoblarni o'qishni tavsiya qilamiz. Boshida aytganimizdek. Bizda shunaqa kitoblar bozorda bormi desa, rosa ko'p kitoblar. Ya'ni ko'p kitobxonlarimiz kitob o'qishni boshlayapti. Saviyasi yomon bo'lmagan kitoblar, saviyasi past demaymiz, saviyasi yomon bo'lmagan kitoblar, o'z saviyasidagi kitoblar bilan o'qishni boshlayapti-yu, o'sha saviyani o'zida qolib ketyapti. Katta muammomiz shu Jamoliddin aka. Bozorda, do'konda ham rosa ko'p kitoblar. Ya'ni birinchi darajali kitobxon deydigan bo'lsak, kitob endi o'qishni boshlagan odamga beriladigan kitoblar rosa ko'p. Faqat muammo shunda bo'lyaptiki, kitobxon o'sha darajani o'zida qolib ketyapti. O'sha gapni boshida aytgandek Jamoliddin aka, bizga kerakli kitobni aniqlab olgandan keyin, saviyamizni aniqlagandan keyin o'shanga mos saviyada kitobni o'qishimiz kerak. Keyingi safar boshlagan haligi kitob tanlayotgan paytda keyingi darajaga bizni olib chiqadigan kitobni tanlashimiz kerak. Ya'ni biroz qiyinroq bo'lishi kerak. 2-3 barobar zinani tepasida emas, chunki u narsa bizni kitob o'qishdan bezdirib qo'yadi. Xo'p, bir pog'ona yuqoridagi kitobni, keyin undan keyingi pog'onadagi 3-4 pog'onadagi kitoblarni o'qish kerak bo'ladi. Hozir keyingi odamlarga savolga navbat berguncha ozgina o'zim ham aynan kitob va bozordagi marketing, ya'ni bizni o'zi kitob do'koni rahbariman o'zim. Kitob sotish bu shashlik sotish emas yoki ko'chada gazvoda sotish emas. O'shaning uchun biz bu ishga kirishayotganimizda baribir boshqa sohalarga nisbatan saviyamiz yuqoriroq turishga majburmiz. Ya'ni ko'pchiliginglar bilasizlar, reklama shu qadar botqoqqa botdiki, birovning uyida ya'ni shkop ichidan chiqib kelgan odamlarni ham reklamada ishlatishdi-da. Ya'ni bu saviyasizlikni o'zi masalan hamma narsa cho'qqi bilan o'lchanadigan bo'lsa, saviyasizlikning eng yuqori cho'qqisi yoki bir balchiqdagi botqog'i bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'sha narsadan endi shunaqa narsa bor. O'zi har bitta narsa sotilayotganda har bitta narsa reklamaga ehtiyoji bor. Ya'ni yaxshi narsa reklama qilinmaydi, yaxshi narsa reklamaga muhtoj emas degan gapni ko'pchilik eshitgan bo'lsanglar kerak. Lekin men buni aynan teskarisini aytaman. Aynan yaxshi narsa reklamaga muhtoj. Yaxshi narsani reklama qilish kerak va yomon narsani umuman hech qachon reklama qilib bo'lmaydi. Chunki yomon narsani reklama qilgan odam o'zini reputatsiyasini shu bilan tugatadi. Ya'ni bitta odamga bir narsani maqtab berganingizdan keyin
uni ochib ko'rgandan keyin, yeb ko'rgandan keyin yoki ishlatib ko'rgandan keyin bu narsani sifatsizligini yoki yomonligini tushunib qolsa, ya'ni sizga boshqa hech qachon ishonmaydi. Ya'ni reklamaga faqat yaxshi narsani reklama qilish mumkin. Endi ikkinchi masala bor. Oldin yuzlar, ya'ni influencerlar, jamiyat ichida qanaqadir muvaffaqiyatga erishgan odamlar, deylik millionli biznesi bor odamlar yoki yaxshi mashina mingan, yaxshi qo'liga yaxshi soat taqqan, shunaqa odamlarni eshitilyotdi yaqingacha. Borib bu narsa umuman effekt bermay qo'ydi. Bu zo'r degani. Saviya jihatdan odamlar o'syapti. Biznesda odamlarning saviyasi qancha past bo'lsa, mahsulot sotilishi shunchalik oson bo'ladi. Bu biznes egalari uchun, menga o'xshagan odamlar uchun bu zo'r. Lekin ko'p shukr etamizki, bizani xaridorimiz boshqacha odamlar. Ya'ni bizani mahsulotimiz ham boshqa, xaridorimiz ham boshqa. Shuning uchun saviyani yuqorilashi bizneslar uchun zarar bo'lsa, endi sotuv yo'qotayotgan bo'lsa, bizada bizani xaridorimiz saviyasi oshishi, bizani mahsulotimiz yana ham ko'proq sotilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni bu degani birgalikda o'sishimiz kerak degani. Birgalikda harakat qilishimiz kerak. O'sha har baloni yevermasligiga. Lekin bu o'rinda bitta nozik nuqta bor. Odamlar bitta darajadan keyingi darajaga o'tgandan keyin yoki saviyani birinchi bosqichidan ikkinchisiga o'tgandan keyin oldingisini tanqid qilishni boshlaydi. Men deydi, ahmoq bo'lib palon kitoblarni o'qib yurgan edim deydi. Men umrimni sarflab piston kitobni o'qib qo'yibman. Uni agar uyingizda bor bo'lsa yoqib yuboringlar, tashlab yuboringlar, birov o'qib olmasin. Shunaqa gaplar bo'ldi orada. Va bu nima degani? Yaxshi ukamiz borlar, Nasim Kutub nashriyotini rahbari, ta'sischilaridan biri. Ular aytdilar, maktabda hammamiz birinchi alifbedan boshlaymiz. Ya'ni birinchi sinfga chiqqanimizda alifbedan boshlaymiz. Keyin trigonometrik funksiyalar, u sinus, kosinus, ya'ni nimalargadir o'tib ketib qolamiz-da, katta narsalarga o'tamiz-da. Keyin nima qilamiz? Alifbeni ustidan kulamizmi? Alifbeni o'qib yurgan ekanman, ahmoq bo'lib, umrimni sarflab, bu yerda shuncha bilim turgan ekan. Mana metafizika bor ekan yoki bo'lmasam kimyoni shunaqa xususiyati bor ekanki, biz oldin ahmoq bo'lib ko'p narsalarni mo'jiza deb yurar ekanmiz. Aslida bu oddiy fizik hodisa ekan deb shunaqa deb qolamizmi orqaga qarab? Ya'ni nima demoqchiman? Har bitta narsani o'zini bosqichi bor. Kirib kelganda adabiyotga kirish bor. Saviya masalasida hamma har xil bo'ladi. Birinchi kitob o'qishni boshlagan odam, men masalan Neznayka o'qiganman bolaligimda. Bugun ham uni bemalol o'qiy olaman. Va u kitobni o'qiganim bugun menga deylik intiqomni o'qishimga yoki halqani o'qishimga xalaqit qilmaydi. Ya'ni birinchi odam kitobga kirib kelish kerak va orqaga qarab turib eski narsani ariqqa oqizib olmaslik kerak. Ya'ni bu birovning mehnati. Bu yerda qanaqa qilib o'samiz birgalikda, nima qilishimiz kerak desa, endi o'zimizga mosroq keyingi darajadagi kitobni tanlab ketaveramiz. Lekin undan oldingi o'qigan kitoblarimizdan ustidan kulmaymiz. Ya'ni o'zi shunaqa narsa bo'ldi. Bozorga kitobni mana Misbahda ko'rdik bu narsani. Keyin Nasim Kutub nashriyoti bulardan keyinroq faoliyat boshlashgan. Birinchi bo'lib e'tibor qaratgan narsasi bu sifat bo'lgan. Ya'ni oldin odatda hamma kitoblar oppoq qog'ozga shunaqa qog'ozlarimiz oppoq qog'ozga bu sariq qog'ozdan ko'ra qimmatroq bo'ladi. Oppoq qog'ozga bosilgan ko'p kitoblarimiz yaxshi ochilmagan, kleylari yaxshi bo'lmagan. Lekin Misbah birinchi boshlab berdi menimcha. Misbah bilan birinchi bo'lib biza turk matbaa xizmatlarini, ya'ni bosmaxona xizmatlarini Misbah eshigini ochib berdi. Ya'ni kitobni bugun ochsanglar, unda ochiladi. Stolga qo'ysanglar turadi bu kitob. Mana shu narsaga birinchi qadamni O'zbekistonda kitobni qo'lda ushlab mana bunaqa ochishi farqliligi
Ya'ni yopilib qolmaydi-da, xullas. Aytmoqchi bo'lganim, sifat ustida kimdir birinchi qadamni qo'yib beradi va bu nashriyot boshlab bergan ishni boshqa nashriyotlar chiroyli suratda davom ettirishyapti va yelka tutishdi bir-birligiga. Keyingi o'tadigan narsamiz nima? Bu yerda raqobatchi, raqib degan narsa deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Ya'ni bitta kitobni kimdir qila olmasa, millionta boshqa kitob bor. Ya'ni biza shu kitobni biza chiqarmoqchi edik degan og'riq bo'lishi mumkin kimdadir. Lekin millionta boshqa kitoblar bor. Va saviyali kitoblar bor. Har hozir bugungi kunda bir oyda bitta o'rtacha nashriyot 30 ta, 20 ta yangi kitob chiqaradi. 20 nomdagi, 30 nomdagi yangi kitob chiqaradi. Undan tashqari yana qayta nashrlari bor. Hozir nashriyotlarni, yangi nashriyotlarni misbahhi 90 ta bo'ldimi kitobinglar? 100 oshdi. 100 dan o'tdi. O'zi nashriyotlarni o'rtacha minglab kitoblari bo'ladi. Ya'ni bugun bitta ishni kimdir boshlagan bo'lsa, u raqib, raqobatchi degan narsa yo'q, bozor hajmi o'sib boryapti. Ya'ni hammamizga yetadigan va hammamiz xursand bo'ladigan, men ko'p mavzuga o'tib ketayotganim uchun uzr so'rayman. Biz do'konni, mana kitob do'konini ochganimizda eng mazza qilgan narsamiz, men oldin har xil sohada ishlaganman-da, ovqat ham pishirganman, paynetda ham ishlaganman, yana boshqa narsalar ham sotib ko'rganmiz-da bozorda, telefon ham sotganmiz, hamma narsa qilib ko'rganman. Odatan 20 tadan bitta odam yo sigaret chakib kelardi, yo ichib kelardi, yo it yetaklab kirib kelardi do'konga-da. Har xil vaziyat bo'lardi. Xursand bo'ladiganim, kitob do'konini ochganimizdan beri uncha-muncha ko'chada so'kishib gaplashadigan bolalar ham do'konimiz ichiga kirgandan keyin umuman lug'atidan o'sha so'zlar chiqib ketib qoladi. Ya'ni bu yoqqa kirgan odam boshqa odamga aylanib qoladi. Balkim u ko'chada yaqinlari bilan boshqacha gaplashar. Bizani xaridorimiz kimligi to'g'risida aytmoqchiman-da. Ya'ni biz ham yaxshi ish ustidamiz. Ham bizga kelayotgan odamlar ham yaxshi odamlar. Ya'ni biz bugungi kunda hozir mana boshlaganimizga necha soat bo'ldi? 1 soatdan o'tib qoldi-da. Uncha-muncha odamlarning diqqati uchun kurash ketayotgan zamon hozir. Uncha-muncha odamlar 1 soat kinoni chiqib suv ichib kelmasdan yoki yana boshqa ishlariga chalg'imasdan 1 soatlik kinoni to'liq ko'rmayapti hozir. Endi yana bilmayman, balkim 15-20 minutga yana cho'zilar bu taqdimotimiz. Men ming rahmat aytaman. Shu odamlarning diqqati uchun kurash ketayotganda odamlar bitta 3 minutlik videoni reels o'tkazib o'rmasdan ko'rishi juda qiyin bo'lgan paytda bu yerda saviyali, sifatli auditoriya o'tirib soatlab bizani bitta kitob to'g'risidagi yoki kitob atrofidagi gaplarimizni eshitib, ya'ni odob saqlab yaxshi o'tiribmiz-da. Bundan xursand bo'laman. Ya'ni biz sharafli ish ustidamiz hammamiz. Yani sharafli ish bilan shug'ullanayotganimiz bizani bir marta xursand qilsa, yonimizga keladigan odamlar, sifatli odamlar kelayotgani yana ham ko'proq xursand qiladi va sizlarning safiylarni kengayishini biz xohlaymiz. Kitobni nimaga o'qish kerak? Bu kitobni o'qib odam nima oladi? Bu kitobni kimlar o'qish kerak o'zi degan savollarni beringlar. Har doim ovqat tanlayotganimizda ham hamma aytadi, kimdir qovoq sho'rva yaxshi ko'radi, kimdir go'sht yeydi, kimdir tovuq go'shti yemaydi umuman, kimdir somsa yemaydi masalan. O'shaning uchun hammani didi, fikrlashi, dunyo qarashi farqli bo'lgani uchun har doim o'zingizlar xohlayotgan narsani, ya'ni Motam qatrasi kitobini sotib olinglar emas-da endi. Ya'ni sizlar o'zingizlarga mos kitobni olinglar. Ya'ni biza yaqindan yo'nalishimizni o'zgartiryapmiz. Reklama qilishda oldingi o'sha mashhurlardan bugungi kunda bu instrument ishlayotgani uchun bozorda qolib ketmaslik uchun bu narsadan foydalanishga majburmiz hozir. Lekin biz kelajakda qanaqa ko'ryapmiz? Kelajakda mana shu stolda deylik Baxtiyor Abdug'ofur o'tirsin. Deylik o'sha Ulug'bek Hamdam o'tirsin bu yerda. Biz yaxshi ko'rgan, biz kitobini o'qib
hurmatimiz oshgan odamlarni yuzini ko'rishni xohlab mana shu yoqqa kelaylik. Ya'ni bizaga kelajagimiz uchun mana bunaqa qilib reklama qilish davri tezroq tugasin biz uchun. Chunki bu ya'ni bo'ladi-yu, mana bunaqa qilib ushlab turib, keyin bundoq kitob rasmini qo'yishadi yoki orqadan mana bunaqa qilib kitob ochib o'tirganini ko'rsatishadi. Bu yaxshi, zo'r. O'zini davri uchun zo'r edi. Ya'ni bu davr tugayapti. Butun dunyoda tugadi bu davr. Endi bundan buyog'iga reklama qilayotganimizda nimanidir aytadigan paytimiz kelganda sizlar so'zchiga ham qaranglar, kim gapiryapti, nima deyapti, nima demoqchi o'zi, bizani qayerga olib boradi, biza bunga o'zimizni tanlovimizni topshirishimiz qanchalik to'g'ri, ya'ni butun tanlovni topshirib qo'yishimiz kerakmi degan savolni berib kitob tanlaylik bu yog'iga. Rahmat. To'g'ri.